Yo, e'tiroz qilmayapman. Sizlar boshqacha ish qilyapsizlar-da hozir. Yaxshi kelinglar. Kimsiz? Men fuqarolik jinoyat sudi devonxonada o'tiraman. Sizga fuqarolik sudiga ham qaysi Fuqarolikka keluvdik. chiqdimi? Hozirmi uchrashdik? Chiqmadi hech kim. Qirg'izgani ham qo'yish, bular Oliy sud plenom qarorini bilishmaydimi deyman bu yerda. Biladi. Biladimi? Ommaviy axborot vositasi xodimiga to'sqinlik qilishmasin unda bilsa. Yo'q, endi bular o'zining xizmat faoliyatini olib boryapti. Bular Xizmat faoliyatida ommaviy axborot vositalari xodimlarini ushab qolinglar. Men nimaga olmay, mayli. Qirg'izmanglar degan joyi bormi? Hujjatlaring bormi? Mana aka. Mana. Muloqotga kirishyapsiz. Muloqotga Taftish axborot agentligining maxsus muxbirimi? Xo'p, akajon, fuqarolik ishlar bo'yicha sudga kelganmisiz? Aka, syomkaga olmang. Mana olyapti. Mana. Aka, syomkaga olmang. Bu yerda mana syomkamiz bor, boshqa bor. Agar fuqarolikka kelgan bo'lsalaring, fuqarolikka olib qo'yasiz, maylimi? Men olgan joyda o'chirib tashlang. Aka, siz unga buyruq bera olmaysiz. Buyruq berish emas. U meni xodimim, men gapiraman unga. Aka, suddan tashqarida bo'ladi. Qaysi qonunda yozilgan? Siz fuqarolikka kelgan bo'lsangiz, fuqarolik xodimlari qabulxona. Bu sizni shaxsiy binoyingiz emasmi, uyingiz emasmi sizni? Men bilan bo'lgan suhbat uchun Nima kelyapsiz unda yonimizga? so'rashga haqqim bor. Muloqotga kirishdingizmi? Bo'ldi, tushasiz videoga. Muloqotga kirishmang unda biz bilan. bilan sudda bo'lsa aloqadorlik joyi bo'lmasa hozir nima masala? Yo'q, bu yerda jinoyat sudi ham bor, fuqarolik sudi ham bor. Hop, nima qilish kerak? O'shaning uchun qaysi sudga keldilaring? Fuqarolikka keldik. Fuqarolik bo'lsa, bular chaqirib beradi. Ichkariga turibmiz. lekin chiqarmaydi. Nima uchun ma'lum? Ichkariga kirishga raisning ruxsatisiz ruxsat bermaydi. Qaysi qonunda yozilgan? Rais ruxsat bersa. Yo'q, qaysi qonunda yozilgan? Aka, orqangizda yo'lnoma bor. To'xtang. Konstitutsiyaning 81-82-moddalariga asosan eshitganmisiz, o'qiganmisiz? O'qiganmisiz? Qonun ustunmi, yo'riqnoma ustunmi? Qonun ustun. Bo'ldi. Qonun ustun, lekin Siz aka yo'riqnomaga asosan ish faoliyat olib borasizmi yo qonunga asosanmi? Men sizga savol beryapman. Qonunga asosan ish olib borasizmi yo yo'riqnomaganmi? menga savol bermang aka. Nega? Fuqarolikka kelgan bo'lsangiz, fuqarolik. Nimaga unda muloqotga kirishyapsiz? Nimaga unda cheklayapsiz bizni? Men sizni cheklamayapman. Men bu kishiga aytyapman. O'sha xodim. U meni xodimim aka u. Bu sudyalar oliy kengashiga beramiz bu xatti harakatlarni. Bu zapsga tushdi bu so'zlar muloqotsiz. Mayli aka. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Albatta, biz xatti harakatimdan boshqalar norozi bo'lsalar, Qanday norozi bo'lamiz-da? Siz davlat xodimisiz aka, xodimsiz siz. Sizni shaxsiy uyingizga bormayapmiz biz. Bu bino xalq uchun ishlaydimi? xalq uchun ishlaydi. Bo'ldi.